Assalomu alaykum hurmatli BNB Holding kuzatuvchilari. Masofadan loyihasi yana siz bilan birga. Loyihamizning bugungi sonida BNB Agroning Arnasoy tumanida joylashgan dala maydonlaridan tayyorlanadi. Suhbatdoshimiz BNB Ekonaf korxonasi direktori, qishloq xo'jaligi bo'yicha falsafa fanlari doktori Sobir Egamberdiyev. Sobir Yo'ldoshovich, assalomu alaykum. Arnasoy tumanida joylashgan BNB Agro dalalarida pomidor hosili yetilib, terim mavsumi ham boshlandi. Shu yerdagi jarayonlar haqida fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz. Xalq tilida aytganda g'alurini suvdan ko'taradigan vaqt ham keldi deb o'ylaymiz. BNB Holdingga qarashli bo'lgan qishloq xo'jalik korxonalari aynan turgan dalamiz BNB Agro dalasidamiz. Terim jarayoni ketyapti. Albatta bu terim jarayonida ko'rib turibmizki, bugungi kundagi pomidorlarimiz boshlang'ich hosilida asosiy katta hosilni olyapmiz. Bu ham bir jarayonda o'z natijasini bermoqda. Ma'lumki, pomidor hosilining aksariyat qismi ichki va tashqi bozorlarni to'ldirish uchun yo'naltiriladi. Shu bilan birga BNB Holding tizimidagi qayta ishlash bilan shug'ullanadigan korxonalarga jo'natiladi. Shu haqida ham atroflicha ma'lumot bersangiz. Biz dalada yetishtirayotgan mahsulotlarimiz bozor rastalariga, ya'ni xalqimizni dasturxoniga yetkazish bilan birgalikda BNB Holdingga qarashli bo'lgan qayta ishlaydigan korxonalarimizga yetkazib beryapmiz. O'zimizning ichki bozorlarimizda pomidor uchun talab juda ham yuqori. Ya'ni bir kunda 40-45 tonna mahsulot terib olayotgan bo'lsak, albatta uning katta foiz qismini aholi dasturxoniga, ya'ni bozorga yetkazib beryapmiz. Bizda qoladigan navlarimiz, ya'ni sortlarimiz shunaqa sortlarki, qayta ishlash bob bo'lgan, aholini iste'moli bob bo'lgan navlarni to'g'ri tanlab olganimiz evaziga adhot foizi kam chiqyapti. Birinchi, ikkinchi sort navlari to'liq ichki rastalarga, bozorlarga yetkazib berilyapti. Bu nimadan dalolat beradiki, ochiq dalada pishib yetilgan pomidorga talab yuqoriligini. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi sortlarimiz oldinga qarashli bo'lgan qayta ishlaydigan zavodlarimizga yetkazib berilmoqda. BNB Holding tumanlarda aholini ish bilan ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratgan. Aynan Arnasoy tumanidagi BNB Agro dalalarida hosilni qo'l bilan terib olish sifatga ta'sir qiladimi? Pomidorlarni texnikada terish ommalashmagan. Shundan bilishimiz mumkinki, aholi qo'liga ehtiyojimiz bor, ya'ni xotin-qizlarimiz tashkil qiladi asosiy terimni. Bir kunlik terimda kunlik ishlaydigan ayollarimiz 400-450 tadan oshiq. Agarda biz aholining qo'li bilan sifatli, xotin-qizlar bilan sifatli teradigan bo'lsak, keyingi jarayonlar, ya'ni bu boshlang'ich birinchi terimi hisoblansa, yana 2-3-4 marta terilish jarayonida hosillarni yaxshi saqlab qolishligi uchun hech qanaqa zarar bermasdan yaxshi sifatli terib olsak, keyingi hosillarimiz ham yaxshi chiqadi. Hozirda maydonlarda erta pishar pomidor hosilini terib olish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari yana bosqichma-bosqich terib olinadigan mahsulotlar dala maydonlariga ekilganmi? Bizda hosil birdaniga pishib qoladigan bo'lsa, buni birdaniga zavodga katta miqdorda terib qo'ya olmaymiz. Biz ro'zmor terib beramiz, ya'ni ketma-ketlikda. Ekilayotgan pomidor ko'chatlarimizda har bittasini o'rtaliq masofasini olgan holatda ochiq dalaga joylashtirganmiz. Turgan maydonimiz 5 gektarni tashkil qiladi. 5 gektarlik maydonimiz yana asta-sekinlik bilan 10 kun 15 kun masofada ekilgan. Chunki har bitta mahsulotning pishishini biz oldindan o'ylaymiz. Bir vaqtda o'zida pishib qolmaydi. Bu yog'ini terib ketaveradigan bo'lsak, keyingi poliyalarni terish natijasida yana bu holat pishish holatiga keladi. Qishloq xo'jaligi ekinlarni joylashtirayotgan paytda terimdan kelib chiqqan holatda, ya'ni bir vaqtda pishib qolmasligi uchun ularni ketma-ketlikni joylashtirib ekadigan bo'lsak, bu ertangi kunda hosillarni ketma-ket pishib borishini ta'minlab beradi. Sobir Yo'ldoshovich, qiziqarli suhbat uchun sizga katta rahmat. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom eting. Quyida ko'rsatib o'tilgan ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldiring. Loyihamizning navbatdagi sonida ko'rishguncha salomat bo'ling.